faqatgina Mortal Master'da va faqatgina steshka chaklarimiz uchun Yevropadan keltirilgan BU dizelli steshka apparatlarimiz sotuvda. Bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Men bu sabzor boshladim. Birinchi apparatimiz BMS Worker 1, yili 2004, ishlagan soati 5666 soat. Apparatimiz ikkinchi pozitsiya, ya'ni skipli. Bu apparatimizning motori shu yerda remont qilingan, holati chotki va bunga alohida Yevropadan deyarli yangi, juda ham kam ishlatilgan kompressor qo'yilgan. Bu apparatimiz ishlagan soati va yiliga nisbatan holati juda ham zo'r. Base komplekt faqat sizlar uchun atigi 14900 dollarga beraveramiz. Keyingisi Brickman, yili 2010, 7200 soat atrofida ishlagan. Bu apparatimiz birinchi pozitsiya, ya'ni skipsiz, motor, kompressor, reduktori holati yaxshi. Olasizlar, mazza qilib ishlatasizlar. Bu apparatimiz base komplekt faqat sizlar uchun atigi 18900 dollarga beraveramiz. Keyingisi Brickman, yili 2011, ishlagan soati 3700 soat atrofida. Bu apparatimizni motor, kompressor, reduktori idealniy holatda tizilgan bo'ladi. Olasizlar, mazza qilib ishlatasizlar. Bu apparatimiz base komplekt faqat sizlar uchun atigi 22500 dollar. Keyingisi Brickman, yili 2005, ishlagan soati va yiliga nisbatan holati o'rta yaxshi. Bu apparatimiz ham base komplekt faqat sizlar uchun atigi 14900 dollarga beraveramiz. Keyingisi Mortal Master. Apparatimiz yili 2022, 3755 soat ishlagan, base skip, ya'ni birinchi pozitsiya standart. Apparatimizning komplekti bor. Bu apparatimiz motor, kompressor, reduktor holati ideal tizilgan bo'ladi. Olasizlar, mazza qilib ishlatasizlar. Komplekti bilan faqat sizlar uchun atigi 28000 dollarga beraveramiz. Keyingisi Brickman, yili 2016. Apparatimiz 7500 soatdan sal kamroq ishlagan, motor, kompressor, reduktor deyarli ideal holatda tizilgan bo'ladi. Olasizlar, mazza qilib ishlatasizlar. Base komplekt faqat sizlar uchun atigi 25000 dollarga beraveramiz. Bunaqa apparatlarni eng arzonda ham topa olmaysizlar. Faqatgina Mortal Masterdan olishingiz mumkin. Agarda sizlarga ham shunaqa apparatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar.